Hop, bu videomiz Android telefonlarida qanday qilib Taobaudan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga VPN va Alipay dasturi kerak bo'ladi. VPNni qaysi VPN ishlatganimizni Telegram kanalimizga tashlab qo'yganmiz. Bemalol ko'rib yuklab olishingiz mumkin. Bundan keyingi videomizda qanday qilib Taobaudan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizlarga VPN dasturi va Alipay dasturi kerak bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi, VPNimiz ishlab turibdi. Endi Taobauga kirib ro'yxatdan o'tishni bossak bo'ladi. Taobau kirganimizda VPNimiz ishlab turibdi, Taobau ham ishlayapti. Pastiga sariq tugmani bosamiz ro'yxatdan o'tishni va shu yerni Alipay degan tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Bosganimizda avtomatik ravishda Alipay o'zi bizga yangi profil ochib beradi. Shu holatda bo'ladi, mana ko'rsangiz bo'ladi, bu yerda profil ochilgan. Shu holatda ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi.